Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan kompaniyamizda ishlaydigan xodimlarni qanday qilib to'g'ri baholashni, ya'ni ularning ishini tekshirib, rag'batlantirishga ko'rib chiqamiz. Bu uchun bizga Odoo tizimidagi Appraisals moduli juda ham katta yordam hamda qulaylik beradi. Modulga kirganimizda qarshimizda xodimlarning kartochkalari paydo bo'ladi. Xuddi o'yinlardagi topshiriqlardagi bu yerda ham har bitta xodimning o'zining holati bor. Misol uchun, ba'zilarida tasdiqlangan, ba'zilarida bo'lsa bajarildi deb yozib qo'yilgan. Hozir birgalikda bir xodimimizni tanlaymiz va baholab ko'ramiz. Birinchi bo'lib xodim ustiga bosamiz. Shaxsiy baholash varaqasi ochildi. Bu yerda xodim o'zining yutuqlari va kamchiliklarini yozadi. Rahbar bo'lsa unga baho beradi. Pastroqda xodim ish sifatini yulduzchalar yordamida baholash ham mumkin. Keling, baholash jarayonini rasman boshlash uchun yuqorida chap tomonda turgan Confirm, ya'ni tasdiqlash tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek holatimiz jarayonda bosqichiga o'zgardi. Endi bo'lsa eng qiziqarli joyiga keldik. Pastga tushib xodimlarning jamoada ishlashi, vaqtni to'g'ri boshqarish va mustaqillikka qarab yulduzchalarni belgilab chiqamiz. Unga 5 yoki 4 ta yulduzcha berishimiz mumkin yoki undan ham kam yoki ko'p. Endi esa unga yakuniy baho beramiz. Final rating bo'limida truly exceptional, ya'ni haqiqatan ham ajoyib xodim degan eng yuqori bahoni tanladim. Hamma narsa tayyor bo'lgach, tepadagi Mark is done, ya'ni bajarildi tugmasi bosib, bu topshiriqni yakunlaymiz. Ajoyib! Ko'rib turganingizdek xodimimiz muvaffaqiyatli baholandi va o'ng tarafdagi holat done, ya'ni bajarildiga o'zgarildi. Orqaga, ya'ni asosiy ro'yxatga qaytamiz. Va bu xodimning kartochkasida ham binafsha rang done yozuvi paydo bo'lganini ko'ramiz. Agar biz bir vaqtda o'zida juda ko'p xodimlarni baholashni boshlamoqchi bo'lsak, tepada turgan Launch Campaign tugmasini bosishimiz mumkin. Navbatdagi juda muhim bo'lim bu Goals, ya'ni maqsadlar. Bu yerda har bir xodim o'z oldiga qanday maqsadlar qo'yganini va ularni necha foiz bajarganini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, kimdir kompyuter savodxonligini oshirmoqchi, kimdir bo'lsa ishlarini vaqtida topshirishni o'rganyapti. Open Library tugmasini bosish orqali tizimda oldindan tayyorlab qo'yilgan maqsadlar shablonlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ulardan birini tanlab olib, xodimlarimizga osongina yuklashimiz mumkin. Endi bo'lsa rahbarlar uchun eng sevimli bo'lim, ya'ni bu reporting, hisobotlar bo'limi. Bu yerda barcha ma'lumotlar chiroyli va rang-barang grafiklar ko'rinishida ko'rishingiz mumkin. Biz ularni xohlasak ustunlik, xohlasak doiraviy, ya'ni pie chart o'tkazib kompaniyadagi umumiy holatda kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, Skills Evolution bo'limida xodimlarimizning ko'nikmalarini, misol uchun xorijiy tillarni yoki dasturlashni qanchalik yaxshi o'rganayotganini, o'sib borayotganini yaqqol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oxirgi bo'limimiz Configuration, ya'ni sozlamalar. Bu yerda biz baholash tizimini o'zimizga moslab, sozlab olishimiz mumkin. Settingsda umumiy qoidalarni belgilaymiz. Appraisal Templates'da xodimlarga berilgan savollar varaqasini yaratamiz. Evaluation Scale'da esa xodimlarga beriladigan baholarni qoniqarsizdan boshlab a'logacha o'zgartirishimiz mumkin. Skills bo'limida xodimlarimizning darajalarini boshlovchi yoki professional qilib kiritib qo'yishimiz mumkin. Xullas, bu modul orqali biz xodimlarimizni ruhan qo'llab-quvvatlaymiz va ularni yanada yaxshi ishlashga ilhomlantiramiz. Bugungi videoyimizda sizga foydali bo'lgan umid qilaman. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.